Assalom, sizlar bilan General. Bugun biz kompot videosini qo'yaman. 310 bo'ldik. Rahmat. Go, like, bosib tashinglar. Barcha salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videomga. Do'stlar, xullas men yangi kravat oldim, ko'k rangda. Oldingisi qizil edi. O'zi nimaga almashtirdim? Bo'ldi do'stlar. Chunki meni skinimda ko'k rang ham bor, qizil rang ham bor. Shuning uchun qizil rangda yotgan edim. Endi ko'k rangda ham yotgim keldi. Mayli do'stlar, o'tirib undan ko'ra notebook o'ynaganim yaxshi. Stop. Hozir Jitel chaqiryapti do'stlar. Opa, salom Jitel. Salom Kompot, senda santexnikni nomeri yo'qmi? Yo'q, Jitel, sen santexnikni nomerini nima qilasan? Xullas Kompot, uyimdan qandaydir turma chiqib qolgan va uyimda har kuni o'sha turmani shovqini bo'lyapti. Bilmayman, suv quvuri buzilib qolganmi, shuning uchun sendan so'rayotgan edim. Nima qilishni bilmayapman, o'zim shuni to'g'rilay olmayapman. Hech qayerda santexnikni nomerini ham topa olmayapman. Jitel, kel yaxshisi hozir men notebookimni o'chirib olamanda, keyin senga yordam berishga harakat qilaman. Agar tuzata olsam, senga tuzatib beraman. Bo'ldi, kutib turaman Kompot, tezroq chiq. Bilmayman, o'sha shovqini deb miyam charchab ketgan. Bo'ldi, hozir Jitel kutib tur, narsalarimni olib olay. Xo'sh do'stlar, mayli shu Jitelga yordam berib qo'ya qolaylik. Qanaqadir shovqin uyimdan chiqyapti deydi do'stlar, menga ham eshitiladi. Santexnikni nomerini esa topolmayapti ekan. Mayli, hop, notebookdan o'yinlardan chiqib bo'ldi, ana o'chirib qo'ydim. Xo'sh, endi mana narsalarni ham olib oldim. Bo'ldi Jitel, qani ko'rsatchi menga o'sha quvurni, qani uyingni. Stop. Uying kattarib qolganmi Jitel? Uyingni tomi ham o'zgarib qolgan, tomi ham oldin bunaqa emas edi Jitel. Uyingga nima qildi o'zi? Yo uyingni kengaytirdingmi o'zing? Yo'q Kompot, men hech narsa qilganim yo'q uyimga. Axir Jitel, o'zing bir qaragin, uying juda ham kattarib ketgan. Jitel, aniq uying kattarib ketgan. Shovqinlar ham juda ham g'alati. Menga ham eshitilyapti. Qandaydir bir nima desam bo'ladi? Xuddi qaysidir mashinani zavod qilib qo'yganday shovqin chiqyapti. Qani menga tashqaridagi quvurni ko'rsatchi Jitel, qani? Qani qanaqa quvur? Stop. Mana shu quvur bo'lsa kerak, Jitel. Ha, nozim shu quvur chiqib qolgan. Tushunarli Jitel, tushunarli. Xo'sh, lekin uying ancha-muncha katta. Bilmadim sababini. Mayli. Hop, Jitel, unda men hozir tepaga chiqib ko'raman-da, uni burab ko'raman. Kompot, nima bo'lsa ham shu quvurni olib tashlagin, shovqinlarni ham yo'qotgin, men uxlay olmayapman. Bo'ldi Jitel, harakat qilaman. Hop. Opa. Jitel, bir martagina buragandim, shovqin yo'qolib qoldi. To'g'ri aytasan Kompot, shovqin endi chiqmayapti. Endi maza qilib uxlasam bo'ladi. Rahmat Kompot. Arzimaydi Jitel, lekin uying nimaga kattarib qolgan-a? Aytyapman-ku Kompot, bilmayman. Lekin Jitel, bu quvurga o'xshamayapti. Boshqa narsaga o'xshayapti. Mayli. Turaversin shunday. Kompot, shunday turaversin. Mana sening xizmat haqqing. Yo'q Jitel, menga kerak emas. Men senga do'stona sifatida tekinga qilib berdim. Mayli, men ketdim. Xo'sh, mana do'stlar, Jitelga ham to'g'rilab berdik, lekin juda ham qattiq buraldi-yu. Lekin do'stlar, bir marta buraganimda shovqinni o'zi ketib qoldi. Mayli, endi yana davom etib. Yana Jitel chaqiryapti. Jitel, nima deysan? Kompot, shu quvurda turishi menga yoqmayapti. Kel yaxshisi shuni ichini ko'raylik. Uyimni tomini ichida nima bor ekan? Agar quvurlardan biri xatolik ketgan bo'lsa, shuni ham to'g'rilab bersak, boyagi xizmat haqqiga yana qo'shib beraman. To'g'ri aytasan Jitel, menga ham yoqmayapti turishi. Lekin menga xizmat haqqi kerak emas. Men do'stona sifatida senga tekinga qilib berishim mumkin. Hozir Jitel. Xo'sh, do'stlar, narsalarimizni yana olib olishimiz kerak. Mayli, ko'raylikchi shuni ichini qani. Lekin do'stlar, nima bo'lishidan qat'iy nazar harakat qilamiz to'g'rilashga. Xo'p, mayli. Jitel, men unda hozir sekin tepaga chiqaman. Sen bo'lsa mana shu yerda turib tur. Agar nimadir nojo'ya narsa bo'lsa, chaqiraman, orqamdan chiqasan. Xo'sh, buni buzishga hozir bo'yim yetmaydi, Jitel.
narvon qo'yishimga to'g'ri keladi. Hop, opa. Bo'ldi ana. Qani endi mana shu yerda What? Nima? Jitil uyni tepasida tank turibdi. Nima? Qanaqa tank? Jitil tankni qanday qilib sig'dirding? Aytyapman-ku kapot, men hech narsa qilmadim. Ha, mayli Jitil, hozir mana shu toshlarni olib tashlay, o'shanda senga yaxshiroq ko'rinadi. Lekin tank uyingni tomida. Jitil, tepaga chiqqin, sen ham ko'rasan. Tank juda ham katta. Tezroq chiq. Mana shu tankning ovozi ekanda. Jitil, mana ko'ryapsanmi? Tankni qaragin. Mana shu tank zavod bo'lib turgan ekan, shuni ovozi chiqyapti. Shuning uchun sen uxlolmayapsan. Tankni kattaligini qaragin. Kim bu ishni qildi? Nega meni uyimni tomiga aynan bunaqa tankni qo'yib qo'ydi? Agar o'shani tutib olsam, o'zi bilaman nima qilishdi. Axir nimaga aynan meni uyim? Agar shu tank ustimga tushib ketganda nima bo'lardi? Men o'lgan bo'lardim-ku. To'g'ri aytasan, Jitil. Agar seni ustingga tushib ketganda, sen aniq tirik qolmasding. Seni yer bilan bitta qilib qo'yardi bu tank. Ha, men ham shuni aytyapman-da. Kim qilgan bo'lishi mumkin, ha, kapot? Bilmadim Jitil, lekin bu tankni tezroq pastga tushirishimiz kerak. Bo'lmasa uyingni vayronasini chiqazib qo'yadi. Agar tushib ketsa, bu yerdagi narsalaring ham yer bilan bitta bo'lib qoladi. Ha, to'g'ri, lekin kapot qanday qilib tushiramiz u tankni? Men tank haydashni bilmayman. Jitil, sen tank haydashni bilmasang, men bilaman. Unda nimadir qilaylik, shu tankni tezroq olib tushaylik pastga, bo'lmasa uyim vayronasi chiqib ketadi. Keyin men qayerda yashayman? Ha, Jitil, hozir bir ilojini qilaman. Hop, buni va do'stlar, tankni qaranglar, juda ham kattaligini va dahshat tank ekan. Do'stlar, menimcha boya shuning quvuri chiqib turgan. Quvuri emas, bu tankning uchi bo'lgan. Men ham aytdim buraganimda juda ham og'ir edi. Endi buni haydashim kerak. Jitil, lekin bu tank bu yerdan sig'maydi. Uyingni yog'ochlarini buzib turaman. Ha, buzaver kapot, nima qilib bo'lsa ham bu yoqqa olib tush. Aha, bo'ldi, hozir buzib ko'raman, o'shanda tank sig'adi. Jitil, keyin olib tushaman. Lekin kim qilgan bo'lishi mumkin, a? Ha, mayli. Tankka chiqishim kerak. Albatta eski tanklarga o'xshagan haydalishi bo'lsin-da. Agar unaqa bo'lmasa, men bu tankni hayday olmayman. Ha, mayli, uni urinib ko'ramiz. Qani, hop, sekin. Ana bo'ldi, yurdi do'stlar. Yaxshi. Sekinroq. Yaxshi do'stlar, tankmisan, tank. Vau, gap yo'q lekin yurishiga. Do'stlar, bu tank zo'rligini mayli. Ana endi tushirib qo'ydim, do'stlar. Jitil, bu yoqqa kel. Tankni qara zo'rligini. Ko'ryapsanmi, Jitil, tankni qaragin sen. Ha, juda ham zo'r tank ekan, lekin yaxshigina og'ir bo'lsa kerak. Qanday qilib uyim buni bir kun ko'tarib turdi ekan, a? Ha, to'g'ri aytasan. Qanaqasiga uying bunday og'ir tankni ko'tarib tura oldi ekan, a? Bilmadim, lekin bu ishni kim qilgan ekan, nima deb o'ylaysan, kapot? Yo, Jitil, to'g'risini aytsam men bilmayman. Hech kimdan gumonim ham yo'q. Chunki kecha даже men hech kimni ko'rmaganman, faqat uyimda o'tirganman. Men boya buni tankligini ko'rib qo'rqib ketdim. Salom, bu yerda nima bo'lyapti? Xullas, olim Jitil, biz mana bu tankni Jitilni uyidan topib oldik. Hozir olim Jitilni uyidan olib tushdik pastga, ya'ni tomidan. Ha, to'g'risini aytsam, kapot, bu ishni men qilgan edim. Axir nimaga aynan Jitilni uyini tepasiga qo'yding? Kel, senga yaxshisi aytib beraman. Xo'sh, mana qishloqqa ham kelib oldim. Endi bu tankni qayergadir berkitishim kerak. Qayerga berkitsam ekan, agar hozir men ko'rsam, bu tankni olib sotib, pulini o'ziga qilib oladi. Shuning uchun men kelmasidan tezroq bu tankni berkitishim kerak. Qayerga berkitsam ekan, o'ylashim kerak, lekin tezroq harakat qilishim kerak. Qayerga berkitsam bo'ladi ekan? Mayli, uy tanlaychi o'zimga. Menimcha bu uylarga sig'maydi. Boshqa joydagi uylarni ham ko'rish kerak, ya'ni daryo urug'idagi uylarni. Chunki bu uylar kichkinalik qiladi tankni sig'dirishga. Xo'p,
Uf, lekin tezroq bo'lishim kerak. Hozir men ham kelib qolsa kerak. Ha, mayli tezroq. Ha, topdim. Uyning egasi yo'qmi? Yo'q ekan. Uyning egasi kelmasa, uyning egasiga bildirmasdan sal uyni kartattiraman-da, tankni tomiga qo'yib qo'yaman. Ha, shunday qilaman. O'shanda men ham ko'rolmaydi va uyning egasi ham sezmasa kerak deb o'ylayman. Ha, shunday qilaman. Ketdim. Xullas, shunaqa gaplar kapot. Men shunday qildim. Hay, axir nimaga meni uyimga qilasan? Men asabim buzilyapti. Agar meni ustimga tushib ketganda nima bo'lardi? Axir Jitel, men ataylab qilganim yo'q. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi, bo'lar ish bo'ldim, tortishmanglar. Bo'ldi, vaqtinga Jitel omon qoldi. Agar tank ustiga tushib ketganda bu yer bilan bitta bo'lib ketardi. Tankning og'irligini qaragin, uy zo'rg'a ko'tarib turganga o'xshab ko'rindi bizga. Nima qilay axir, majbur bo'ldim. Ha, tushunarli olim Jitel, mayli bo'lar ish bo'ldi. Lekin tankingga gap yo'q, juda ham zo'r yurar ekan. Hali yap-yangi tank ekan. Xo'p, endi Jitel yur, seni uyingni tuzatib qo'yaylik. Men ham yordamlashaman. Qani ishda yordamlashasan-da, sen qilganingdan keyin. Xo'sh, mana bo'lay deb qoldim, kapot. Narvon olib kelsang bo'ladi. Jitel, olim Jitel, men boya tankni olib tushganimda mana bu tomorqamga ham zarar yetibdi. Endi buni ham to'g'irlashim kerak. Ha, to'g'ri. Borib narvon olib kel. Aha, shunga ketyapman hozir. Xo'p, unda hammaga xayr obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Men tomorqamni to'g'irlashim kerak va olim Jitelga narvon olib borishim kerak. Mayli do'stlar, hammaga xayr.